Assalomu alaykum obunachilarimiz. Hammalaringizga xayrli kech. Mana Muhammadjon keldi kasalxonadan, uyda biza hozir. Ozroq charchash bor, holsizliklar bor. Rahmat, duo qilganlardan, yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Shifokorlarimizdan ham yugurib farzandim uchun sog'ayish uchun yordam bergan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Duoda bo'linglar. Inshaalloh kelgusi operatsiyalariga qo'llaringizdan kelgancha duo qilib, yana kelgusi operatsiyalardan ham muvaffaqiyatli chiqib, sog' salomat ayoqlari bilan yurib, gapirib ketishligini duo qilinglar. Uzr, endi men ozroqgina qiynalib gapirganim. Xabarlar bor, kecha operatsiyada yaxshi chiqib, og'irlashib qolib. Baribir bizga Samarqand ozmi ko'p uzoqroq, shunga qiyinchiliklar bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana sizlaringiz bilan rahmat deb qo'ying bolajon. Sizga yordam berganlar, duo qilganlar o'g'lim. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Shifokorlarimizdan ham qo'llari dard ko'rmasin. Kecha kulib yurgan do'stlarim, hatto meni suymas dushmanim, yetar bo'ldi xasta bo'lmanglar, yuraklarni dog'lab o'lmanglar. Kecha kulib yurgan do'stlarim, hatto meni suymas dushmanlarim, yetar bo'ldi xasta bo'lmanglar, yuraklarni dog'lab o'lmanglar. Kimdan qolmabdiki bu dunyo, seni mendan qolmasin dunyo. Haqiqatdan bilmadikmi yo, borligimiz o'zi bir dunyo. Kimdan qolmabdiki